Masalan, men enagaman. Kimningdir uyiga boryapman. Ya'ni ertalab 8:00 dan 17:00 gacha kimningdir uyiga borib enaga bo'lib ishlayman. Bola boquvchilar bor-ku, to'g'rimi? Menga 3 million so'm oylik beradi. Ya'ni men 26 kun ishlayman bir oyda. Demak, men har kuni 8:00 dan 17:00 gacha 3 million oylikka boradigan bo'lsam, men 8 soat ishlayman har kuni. Endi mening oyligim 3 million so'm, lekin 26 kun ishlayapman. Demak, 3 million so'm pulni 26 kunga bo'ladigan bo'lsam, mening bir kunlik ish haqim 120 ming so'm hisoblanadi. Men 8 soat ishlab 120 ming so'm pul olaman har kuni. Endi agar buni har soatga bo'ladigan bo'lsam, demak mening bir soatim enaga bo'lib ishlaydigan bo'lsam, 15 ming so'mga to'g'ri keladi. To'g'rimi, liderlar? Endi savol, siz tarmoqli marketingda ishlaysiz. Agar siz bir kunda 1 soat vaqt ajratib, har soatga yarim soat prezentatsiya o'tadigan bo'lsangiz, siz bir kunda qanchagacha ishlay olasiz kamida? 1,5 milliondan agar 3-4 ta inson bilan gaplashadigan bo'lsangiz, siz bir kunda kamida 3 million so'm pulgacha daromad ola olasiz. Bir kunda 2 soat yoki 3 soat biznesga vaqt ajratib, o'zingizning kompaniyangizning mahsulotlari haqida insonlarga reklama qilib, bir kunda sizning ketingizdan kamida 4 nafar inson kelib, kompaniyadan mahsulotini olib ketadigan bo'lsa, sizga reklamli agentlik sifatida kamida 1,5 milliondan 3 million so'mgacha siz bir kunda 3 soat mana shu kompaniyaga vaqt ajratib agar biznes qiladigan bo'lsangiz, sizning ishingiz osonroq. To'g'rimi? Endi savol, biz hozir mana har kuni 8 soat vaqt ajratyapmizmi? Ajratmayapmiz. Sizning hozir vaqtingiz qimmatli va vaqtingiz qimmat turadi. Faqat o'sha qimmatli vaqtingizni siz arzon ishlarga sarf qilyapsiz. Shuning uchun ham bizning fikrlarimiz o'zgarmayapti. Bugundan boshlab siz aynan biznesmenlarcha fikrlashingiz kerak. Negaki biz sonlar haqida gapiryapmiz. Shunchaki insonlarga, ya'ni hoyu havas gaplar bilan emas, raqamlar bilan ko'rsatyapmiz. Raqamlar esa sizning qanday ish olib borishingizni ko'rsatadi. Bugundan boshlab insonlarga shunchaki gaplar bilan emas, raqamlar bilan gaplashishni o'rganishingiz kerak. Yoqdimi bu metod?